Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun 7-mikrorayondan 8 qavatli g'ishtli liftli domimizning 4-qavatdan 3 xonali 75 metr kvadratlik uyimiz sotuvga chiqyapti. Kiraverish qismimiz prixoshka mebellar qilib qo'yilgan. Chap tomonda birinchi xonamiz mehmonxona, high-tech usulda ta'mirlab qo'yilgan. Chiroyli lustra, TV zona, konditsioner, jaluzi pardalar, isitish sistemalari isib turibdi. Oyoqdagida chiroyli gilamlar to'shab qo'yilgan. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi, ishlash, dars qilish uchun chiroyli mebellar qilib qo'yilgan. Duq spalnimiz, kiyimlar uchun shkaf, tepada chiroyli lustra va natijnoy patologimiz. Uyimiz ikki tomonlama vitrinli proyekt, menimcha narxiga juda mos keladi. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi, bu yerda ham televizor, jaluzi parda, chiroyli qandil va natijnoy patologlarimiz bor. Kiyim uchun shkaflarimiz ham bor. Endi sanuzel xonamizga o'tadigan bo'lsak, sanuzel xonamiz ham juda chiroyli. Tepasigacha kafelar terib qo'yilgan. Unitaz, rukomoyka, smestitel vannalari bor. Oyoq taglarimiz tepli pol qilingan. Oshxona qismiga o'tadigan bo'lsak, oshxona qismida kir mashinamiz, gaz plitamiz, fitichka, duq konturli kotyolimiz, uyimizda gaz ham mavjud. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalaringizni kelishsa, uyni egalari qoldirib ketamiz ham deyishdi. Oshxonadan ochiq balkon qismiga ham o'tsa bo'ladi. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 54,5 ming egalari so'rashyapti. Yana barakasi uchun bir nima o'tib berishadi.